Manzur opa, sizga birinchi marta kelishim. To'yim bo'lganiga 1 yil 3 oy bo'ldi. Bormagan vrachim, ko'rinmagan o'zim qolmadi. Hammasida bir xil gap. Siz homilador bo'la olasiz, sizda ovulyatsiya bo'lyapti, lekin menda homila bo'lmayapti. Ovulyatsiya bo'lganini his qilaman. Uyda ham ko'rganimda, testda qilganimda ovulyatsiya testida chiqadi har doim. Lekin homilador bo'la olmayapman. Shunga sizni yoningizga keldim. Qarang, sizchi 1 yil 3 oy bo'ldi, уже bu sizga bepushtlik diagnoz qo'yilishi kerakmi, yo'q bilib olishimiz kerak. Har doim shu 1 yil 3 oy bo'lgan bo'lsa, shu muddatda xotin doimiy yashaganmisizlar? Doimiy yashaganmiz. Doim. Ya'ni xo'jayiningiz boshqa viloyatda yoki boshqa chet elda emaslar, doim yoningizdalar, kunlik doim yoningizdalar. Bizda shunday tushuncha bor, doim xotinlar birga yashasa va 1 yil davomida birga jinsiy hayot davom ettirilsa, 1 yil ichida, ya'ni to'yingiz misol uchun aytaylik 26-yil iyun oyida bo'ldi, 25-yil iyunda bo'ldi, o'sha keyingi yil 2026-iyungacha mana 1 yil davomida 12 oy davomigacha homila bo'lmadim, demak bu уже bepushtlik, besplodiyya 1-darajali deb aytiladi. Endi bu holatda sizda chuqurroq yondashish kerak bo'ladi, chunki bilasiz, hayz kelishi, ovulyatsiya bo'lishi gormonga bog'liq bo'lgan jarayon. Sizda har oy ovulyatsiya bo'ladi, уже aytyapsiz, testda chiqadi, o'zi tasdiqlaydi ovulyatsiya bo'lgani bilan. Chuqurroq analizlar tekshirilganmi, gormonlar ko'rilganmi? Yo'q, unaqa ko'rinmagan. Vrachlarda ham uncha ma'lumot och qoringa misol uchun borib tekshirasiz, hayzingizni bu kuni bu analizlarni, hayzdan tashqari bu analizni topshirishingiz kerak. Tish ham yumagan holatda, og'iz chaymagan holatda, pomada surilmagan holatda deb aytishganmi? Shunaqalar qilinmagan. Hozir sizdan so'radim, уже vazningiz 68 kilo dedingiz, bo'yingiz 155 dedingiz, Endi bizda tana vazni indeksi degan narsa bor, TIMI deyiladi. Shu narsani chiqarganimizda sizda 43, ya'ni ortiqcha vazn borligi aniqlandi. Bo'yingizga nisbatan vazningiz ko'proq, ya'ni sizda hozir уже 2-3-daraja semizlik ketyapti asalan. Bu holatda уже insulin tekshirilishi shart. Endi sizda holsizlik, soch to'kilishi, o'z-o'zidan yig'lash, asabiylik, shunaqa holatlar bo'lib turadimi? Juda ham ko'p bo'ladi. Tinimsiz sochim to'kiladi. O'zimdan o'zim hammaga agressiya bildiraman, yig'layman tinimsiz. To'g'risi, hamma narsa уже o'tib ketyapti. Oson emas asalam. Ko'pchilik valigi bepushtlar bilan ishlaganim uchun bilaman. 2 oy ham xuddi 2 yilday o'tadi. Har kuningiz haligi sanab o'tkazasiz-da, oson emas. Mamatdan o'tkazgan, his qilgan odamgina buni tushuna oladi. Shunaqa. Endi asalim, demak chuqurroq siz bilan yondashamiz. Bu holatda demak gormonlaringizni, buqoq bezida muammolarni ham уже shikoyatingizdan tushunyapman. Sizda gipotireoz belgisi ketyapti, уже soch to'kilish, xotira pasayish, asabiylashish, yig'loqlik. Shuning uchun keling hozir sizga analizlaringizni yozib beraman, och qoringa topshirasiz ularni, undan keyin уже etapimizni boshlaymiz, xo'p? Ya'ni siz faqat o'ziga borgansiz. Demak, bachadoningiz detskiy matka emas, ovulyatsiya juda ham yaxshi. Endi